Ey hayotning guli bo'lgan ayol, shuni bilginki, dilida mehr yo'qning nazokatimi yo'q bo'ladi. Ayol kishi o'zining nima uchun yashayotganligini, oilaning, turmushning, erning, bola chaqaning nimaligini bilmasa, turmushdan hech qanday lazzat topolmaydi. Albatta, er ayol birga shodlanib, birga qayg'urib, bir maqsad yo'lda jondosh bo'lishi kerak. Dilipak ayol o'z yo'ldoshiga abadiy sadoqatlik, vafodor, mehr-muhabbatli bo'ladi. Nazokatli ayol har qanday sharoitdami o'zini tutishni biladi. Numus va ittiqni, qadr-qimmatini, sharm-hayosini saqlab qoladi. Ayolning nazokati uning nozik mijoz xulqida, adab, tarbiya va sadoqatida namoyon bo'ladi. Bundaqlar jamiyatdami, oiladami nozik gul kabi azizlanadi, sharaflanadi.